Men oilam bilan turaman-da, biz polisi 10 kishi birga turamiz. Ukamni oilasi, men, oilam, onam, otam. Menga masalan bir kishi bilan urushib qoldim, aytayaptiki, hali bir kun ko'rasan, deyapti. Menga shu narsani aytayapti. Ukang bilan urushgan vaqting, xotining bilan ukangning xotini urushgan vaqti. Men aytaman, sen tupoymisan, nima uchun? Shunaqa men ularning xayolida baribir ayollar urushadi. Men aytamanki, ukamga mashina pодарок qilaman, ukamni polnisini, men oilamni polnisini ajrat qilaman. Polisi. Men aytmayman, u pul topmayapti. Mana Xudo menga ularning rizqini beryapti. Men polisi beraman. To'g'ri fikrlaysan. Da. Bir kun deyapti, sen ukang unjat qilayotganday bo'lyapsan, sen da. Men aytaman, mani ukam, men kerak bo'lsa men otasidayman. Menda bunaqa narsa yo'q. Bizda bunaqa narsa bo'lishiga qo'ymayman ham. Chunki men qanaqadir joyda kerak bo'lsa, andisha qilib o'tirmayman. То есть kelinim nimadir menga yoqmaydigan ish qiladimi? Xuddi ukamday primat qilaman. Qilma deyman shu narsani. Tamam, всё. O'sha uchun biz вообще дружный. Men hayotimda ko'rmaganman meni xotinim bilan kelinim urushganini, onam bilan kelinim urushganini. То есть bizga bu dika. Bizda hammasi normal.